Bizning Qo'qon shahar kasb-hunar maktabi jamoasi Qo'qon shahrida o'tkaziladigan 2-chi xalqaro hunarmandchilik festivali uchun jamoamizda jam ishlab chiqarish ta'limi ustalari, faoliyat olib borayotgan xodimlarimiz birgalikda milliy hunarmandchilik festivaliga o'zimiz sohamiz, yo'nalishlarimiz va milliy hunarmandchilik sohasi bo'yicha 15 ta sohada kandakorlik sohasi, quroqchilik sohasi, milliy bezaklar sohasi, kashtachilik sohasi hamda sandiqchilik sohalari bo'yicha 15 ta turdagi milliy hunarmandchilik bezak ishlarini Xudo xohlasa xalqaro hunarmandchilik festivaliga taqdim etamiz. O'ylaymizki, biz jamoamiz bilan qilayotgan mana shu milliy hunarmandchilik bezak ishlarimiz xalqaro festivallarga keladigan aziz mehmonlarimizga manzur bo'ladi. Biz bu xalqaro hunarmandchilik festivaliga tayyorgarlik jarayonida o'quvchilar o'rtasida ham keng yo'lga qo'yamiz. O'quvchilar va ularning oilalari o'rtasida ham yo'lga qo'ygan holatda olib chiqamiz. O'ylaymanki, milliy hunarmandchilik festivalimizga jamoamizni qiladigan mehnatlari juda ham chiroyli, samarali tarzda ko'rsata olamiz deb o'ylayman. Bu nimada barcha jamoadagi xodimlarimizga kuch-quvvat, rivoj ishlariga omad tilayman. Sandiqlarga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lgan. Mana shularni hisobga olib, bugun kasb-hunar maktabimizdagi o'qituvchilar jamoasi o'zlarining bo'sh vaqtlarida o'quvchilarga ham tadbirkorlikni o'rgatish, ham mana shu milliy qadriyatlarimiz, sandiqchilik an'analarini davom ettirish maqsadida yangi uslubdagi zamonaviy, ya'ni o'sha to'y hashamlarda beriladigan, qizlarga, kelinlarga sarpo solinadigan sandiqlar, qizlarni, kelinlarni ajoyib jihozlarini qoladigan savatlar ko'rinishidagi bugungi kundagi zamonaviy sandiq uslubida ham kasb-hunar maktabimizdagi o'qituvchi va o'quvchilar orasida mana shunday bezak ishlari olib borilmoqda. Mana hozir bu yerda Feruzaxon, Sadatxon ustoz, Nishodaxon ustozlar birgalikda mana shu sandiqqa bezak berish jarayonlarini ko'rishlari mumkin. Jamoasi o'qituvchi-o'quvchilari bilan birgalikda milliy hunarmandchiligimiz turi bo'lgan kulolchilik ishlariga badiiy bezak berish bo'yicha bilgan ishlarimiz, o'sha oldindan bo'lgan tovoqlarimiz, laganlarimizga ishlov berish bo'yicha mana bu o'quvchimizning ijodiy ishlari, marhabaho o'quvchimiz ijodiy ishlari
hamda esdalik sovg'alari uchun bugungi kunda urf bo'lgan chiroyli yoritgichlar, esdalik sovg'a uchun beriladigan chiroyli gullar, esdalik sovg'alar uchun beriladigan vazalar ko'rinishidagi qiladigan jihozlarimiz, mana bu uchira xostozimiz, voqea xostozlarimiz birgalikda o'quvchilarga ham o'rgatib, birgalikda o'zlari ijodiy ishlar namunalarini, kolleksiyalarini to'plashmoqda. Dizayner guruhini ajoyib o'quvchilari, har doim har bir tadbirlarda, ochiq darslarda faol ishtirok etadigan o'quvchilarimiz tomonidan Hunarmandlar festivali uchun milliy liboslar kolleksiya to'plamlari va batikka ishlov berish, ya'ni tabiiy mahsulotlardan, tabiiy ranglardan iborat bo'lgan o'ziga xos rang bo'yoq uslubidagi ishlarimizni mana shu qizlarimiz Milliy hunarmandchilik festivaliga tayyorlab harakat qilishyapti. Bu yerdagi qizlarimizni har bitta o'quvchilarini ishlari o'ziga xos bo'lib, takrorlanmas va albatta bularni ustida ustozimiz Madina Qodirxonova bular bilan birgalikda ishlab faoliyatlarni olib bormoqdalar. O'ylaymanki, qizlarimiz mana shu festivalga takrorlanmas bir ajoyib ishlarini taqdim qilishadi. Mana bu o'quvchilarimiz bisерlar bilan gullar yasash va o'zbek milliy taqinchoqlari bo'lgan tilla qoshlar, soch turmaklari uchun alohida bezak sifatida ishlatiladigan taqinchoqlarga ishlov berish bo'yicha qizlarimiz o'z kolleksiyalarini to'plashmoqda hamda aplikatsiya qog'ozlaridan turli xil sovg'a uchun tayyorlanadigan bezaklarni ham qizlarimiz tayyorlashyapti. O'ziga xos yangi zamonaviy uslubda tayyorlashyapti.